Mana bizning ko'cha tarafda 8 tup anor bor edi. Hammasi gulladi. Ko'cha tarafga 8 tup anor ekkan edik. İnternetdan ko'rib, juda katta yeb ketgan edi. İnternetdan ko'rib, o'rtada shoxini qirqdik. Rosa yaxshi gullaydi dedi bir bola aytgandi. Qaysi kanalligini bilmadim. Bu tash aytgandek qildim, rosa gulladi. Mana mevalari, gullari to'kilib ketyapti. Nima? Mana juda meva olgan hammasi. Meva olgani ham bor, gullayotgani ham bor. Bunday dehqoncha qilib aytganda qaynab qoldi, qaynab. Juda ko'p. Hammasi bitganda, hammasini bir yaxshi ketayotganda bu yerlar sinus bo'ladi dedi. Albatta to'g'ri, bir tarafi biz yo'lga ekkanmiz. Yo'l taraf chiroyli bo'lsin deb ekkan edik. Mana ichkari tarafi. Juda gullamagan shoxi yo'q. Hamma shox mana shoxlari. Anorlar endi xayib bo'ladi, buzadi bir 10-15 kundan keyin olamiz deyapti. Baribir chiqmagan jondan umid. Nima qilyapmiz? Yoniga pomidorlar ekkan edim. Pomidorga qo'shib buni ham sug'orib qo'yapman. Lekin buni O'zbekistonlik, ayniqsa O'zbekistonlik dehqonlar aytinglar, bilganlari ko'p bo'lsa kerak, dehqonlar biladi. Buni shu tarzda tomirini shikastlantirmay ko'chirsa bo'larmikin degan o'y borda. Hamma mevalari to'kilib ketadi, lekin anor saqlanib qoladi. Mana. Shox ko'pigidan stabaga boylab qo'ygandim. Mana shox. Mana ko'cha tarafi. Mana ko'cha tarafga ekkanmiz. Juda katta qilib dala. Ko'cha tarafga chiroyli qilib ekkandik pomidorlar bilan qo'shib. Mana sinus deb yozib ketishdi. Xila bo'ldi, bir haftadan o'tdi. Pomidorlar sug'orgach, buni ham sug'oryapmiz. Afsus. Onorlar uvol bo'ladigan bo'ldi.